Tikuvchilik darsida eng ko'p ishlatiladigan gaplar bilasizmi qaysilar? Ustoz noto'g'ri kesib qo'ydim. Men bugun o'quvchilarim bilan o'tkazgan bittagina darsini kichkina lavhani ko'rsatmoqchiman. O'quvchilarda juda ham kuchli qo'rquv bo'ladi. Ular materialni noto'g'ri kesib qo'yishdan qo'rqishadi va xuddi shu xatoga yo'l qo'yishadi. Shu uchun matoni eng oddiysini, ayniqsa paxta tolaligini tanlash zarur. Paxta tolali materialdan qirqish ham, chizish ham, tikish ham nihoyatda oson bo'ladi. Avval o'zim ularga hamma narsani ko'rsataman, keyin esa ularni qo'llariga qaychi berib, qo'rqmaslik uchun ularga motivatsiya berib turaman. Bu oddiy mato. Noto'g'ri kesib qo'ysang, noto'g'ri chizib qo'ysang yo noto'g'ri tikib qo'ysang hech qisi yo'q. Bozor to'la material, bittasi bo'lsam ikkinchisini olib kelib, yana tikishda davom etasan. Faqatgina materialdan zavqlanib foydalana bilsang bo'ldi. Eng asosiysi, u material klientniki emas, o'zingniki bo'lishi kerak. Sizda-chi, materialni kesishda hech qo'rquv bo'lganmi? Tikuvchilik darsida eng ko'p ishlatiladigan gaplar bilasizmi qaysilar? Ustoz noto'g'ri kesib qo'ydim. Men bugun o'quvchilarim bilan o'tkazgan bittagina darsini kichkina lavhani ko'rsatmoqchiman. O'quvchilarda juda ham kuchli qo'rquv bo'ladi. Ular materialni noto'g'ri kesib qo'yishdan qo'rqishadi va xuddi shu xatoga yo'l qo'yishadi. Shu uchun matoni eng oddiysini, ayniqsa paxta tolaligini tanlash zarur. Paxta tolali materialdan qirqish ham, chizish ham, tikish ham nihoyatda oson bo'ladi. Avval o'zim ularga hamma narsani ko'rsataman, keyin esa ularni qo'llariga qaychi berib, qo'rqmaslik uchun ularga motivatsiya berib turaman. Bu oddiy mato. Noto'g'ri kesib qo'ysang, noto'g'ri chizib qo'ysang yo noto'g'ri tikib qo'ysang hech qisi yo'q. Bozor to'la material, bittasi bo'lsam ikkinchisini olib kelib, yana tikishda davom etasan. Faqatgina materialdan zavqlanib foydalana bilsang bo'ldi. Eng asosiysi, u material klientniki emas, o'zingniki bo'lishi kerak. Sizda-chi, materialni kesishda hech qo'rquv bo'lganmi?